Tak, hammaga salom balla, yaxshimisizlar, tuymisizlar? Do'stlar, men Durjamli odamlarni ko'rsatib chiqmoqchiman. Kim bor? Podpiska bosib qo'ysalaring yaxshi bo'ladi. Meni oxiridan ko'rsatib keyin qiziq qolmaydi. Bu asli Neptunni oldingi akkaunti yangi ochadi. YouTube hacker bu balani ham taniyman. Instagram yuritadi, bu ham videolar qo'yadi. Navius bu ham bitta vrachki, bu Zuzu yaqinda yangi akkaunt ochadi, o'ziniki banga kirib qolganda Zuzuni ko'pchilik taniydi. Uni o'zini tiyami bor, bitta o'zini akkaunti hozir bandan chiqdi. Hop, bu o'zini ikkinchi akkauntim. Bu Abu oldin manas o'sha Neptun aka bilan asli ketyapman bo'lardi, o'shanda o'ynardi bu. Tanish Muzaffarov, bu meni obunachim, menga podpiska bosgan. Tak video bu bala Instagramga unaqa videolar qo'yadi. Hali partnyor yonida o'rtog'i bilan turib, hali tekst qo'yadi, короче, Sigma boy turasida. Saynamasini dosham, o'zimni ikkinchi akkauntim, Mortisga hammasi kim bor. Sapaga kirib qo'yibman. Geksini ham ko'pchilik taniydi. Instagramda videolar qo'yadi, bu ham taniyman, yaqinda mataki bu ham biraliga kam kiryapti shekilli 30 ga. Sadadajon. Kim edi bu? Venom edi. Yo, Venom boshqa. Joti tanimadim buni, tanirdim atak. Sadadajon. Berman. Bu Doniyor jigarimning ikkinchi akkaunti, mana Dragon. Neptun akaning akkaunti bu, o'zi 80 ga akkaunt o'ynab turadi. Keyin uni sotib olib turib, mana akkauntni oldi Neptun aka. Jigarim. Keyin o'sha hamma taniydigan Znadini. Bu bloger, Instagramda 1200 dan podpishki bor. O'zi yaqinman, u bilan ham o'zini FFT ham bordi menimcha. Hop, keyin Killer o'zibi. FFT Killer o'zibi. Buni ham o'sha Instagram yuritadi. Ammo yaxshi bala, o'sha HBTda o'ynaydi. Bitta bala bu 7 Ziko buni. Tolka Clash Royale qo'yadi. Ko'pchilik taniydi buni, Zikoni. Oldingi abayodna bo'lgan. Instagramda 15000 tadan ko'p podpishki bor. Mana Venom. Adashmasam shu Venom edi. Felix bilan ham o'xshab ketadi nega? Bitta game mode oldin SK degan tiyam bo'lardi. Zo'r. SK degan tiyam bo'lardi, rasa zo'rdi. O'sha davr Behruzbek bu bala SPda o'ynaydi, SPda ham yaxshi atak. Yakutza. Bu ham nafasati hamda o'ynaydi, o'zimizda hamda Instagramda videolab turardik bu bilan. Tak yaxshi bala edi, ranket ham o'ynaydi. Neptunning oldingi akkaunti. U Tetamilio SPda hamda o'ynaydi, bu bala ham atak yomon o'ynaydi. Endi eqlayman Zizo, Sozo Eve adashtirib yubordim, shu Sozo Eveda. Bu ham nafasiga yaqinda o'tdi bu bala ham atak yomon zo'r o'ynaydi. Clash Royale qo'yadi, 4000 ta podpishki bor. Menimcha shu Venom bu yo Venom bo'lish kerak, yo Felix bo'lish kerak. Certificat Instagram'i ham bor. Asli Mortis bu mening jigarim. Mortisda vashi zo'r o'ynaydi, shuni o'ringlar. Liboyni yirtib tashlaydi. To'ka Mortis qo'lda ham tez o'ynaydi. Eng yaqin o'rtog'im Instagram bor. Haze ham bitta erebus. 7xbel bu akkauntini sotib olibdi bu brat. Axel. Ammo ko'pchilik taniydi, vashi zo'r bratda bu ham. Vashi donator. O'zbek Leopa Gamer vashi zo'r bala, bu ham chotki 70 ga urishdi. Futbolga qiziqadi bu bala. Koday qoch brat. O'ta e-sportda kuchli buni. Vashi zo'r o'ynaydi bu bala. Ashe kuchli o'ynaydi. Asli Mikon bu bala ham yaqinda o'tadi. Nafasiga tek zo'r o'ynaydi, 80000 ta kubogi bor. Bu Jezzi muxlisa, qiz bala atak. Akkaunt vashi yorib yuborgan. Carlos, спасибо. Buni
NFS Phoenix. Bu o'ta darajada donator bala, o'zini servisi bor, O'zbekiston bo'yicha nechanchi o'rinda alayim bilmayman, ammo arzon servislardan bittasida. Keyin Firdavs aka kolda zo'r o'ynaydi. O'sha donator bu biratam. Keyin O'zbekiston bo'yicha nomer 1 servis. Unaqa nima edi, o'sha unaqasi bor-da, donat servisi. Shu nomer 1 deb o'ylayman, shu nomer 1 da eng arzon. Keyin ko'pchilik taniydigan youtuber Miron. Rasm muxlis edim, shu birat hozir ham muxlisaman. Instagramga videolar qo'yadi, YouTube'da stream qiladi, Instagramda ham videolar qo'yadi, birat. Shunaqa qilib mana durjamda odamlar. Turishlar o'zi qaysi akkauntda o'ynab turadi. Ay, uni tanishtirmabman. Keyinchalik Rizva bor bu yerda, Rizva nomer 1. Hozir mancha boshqa akkauntda o'ynayaptilar, yana bilmadim. XZShtMlari bor edi. Bashizorda Instagramlari ham bor, YouTube'lari ham bor. Ishqilib nomer 1larda. Ishqilib do'stlar, hozir ko'rib turganlaringda shularda durjamda. Bir boshdan ko'rib chiqishlar mumkin. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bilan podpiska bosib qo'yinglar. Hammaga xayr.